O'quvchi yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, to'garaklarga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish maqsadida Toshkent shahar Shayxontohur tumani Barkamol avlod bolalar maktabi va Shanxay san'at kolleksiyasi muzeyi bilan hamkorlikda Xalqaro bolalar Ipak yo'li yulduzlari ijodiy san'at ko'rgazmasi tashkil etildi. Ko'rgazmada barcha topshirilgan ijodiy ishlar Buyuk Ipak yo'lining tarixiy va zamonaviy ko'rinishida aks ettirilgan. Batafsil muxbirimiz Mubina Nosirova xabar qiladi. Tadbirga kelgan mehmonlarga ular hali ko'rgazma zaliga kirmasdan zarb bilan chalinayotgan doira sadolari Barkamol avlod bolalar maktabi o'quvchilari tomonidan tayyorlangan o'zbek va xitoy milliy raqslari namoyish qilindi. Buyuk Ipak yo'li sababli Xitoy bilan bizning hamkorligimiz 2000 yildan oshiqdir. Va bugungi ko'rgazmamizning ochilishi, sizlarni bu yerga tashrif buyurganligingiz albatta tarixga nazar deb hisoblaymiz. Qizil lentalar kesilib ko'rgazmalar ochildi. Tadbir mehmonlari, qatnashuvchilar ijod namunalarini ko'zdan kechirishdi. Tadbir davomida esa o'quvchilar o'rtasida moda namoyishi ham o'tkazildi. Barcha topshirilgan ijodiy ishlarda Buyuk Ipak yo'lini tarixiy va zamonaviy ko'rinishi aks ettirilgan. Ko'rgazma uchun Xitoy davlatidan 39 nafar bolalar onlayn tarzda, Toshkent shahar Barkamol avlod bolalar maktabidan esa 70 nafar bolalar offlayn tarzda ishtirok etishdi. Men Shanxay art muzeyidan kelganman. Bu tadbirni birinchi marta tashkillashtirdik va o'zim ham ilk bor ishtirok etyapman. O'zbek adabiyoti, milliy raqslari, urf-odatlari bilan tanishdik va o'zbek madaniyatini ko'rdik. Bizning davlatimizdan 39 nafar bolalar ishtirok etmoqda. Umid qilamanki, bu tadbir kelajakda O'zbekiston va Xitoyning madaniyatini birlashtiradi hamda hamkorlik yanada yaqinroq bo'ladi. Tashkil etilgan ko'rgazma o'sib kelayotgan yosh avlodni maktabdan tashqari bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishda, to'garaklarga jalb qilib, kasb-hunarga yo'naltirishda, o'quvchilar o'rtasida sog'lom raqobatni oshirishda va do'stlik aloqalarini o'rnatishda ijodkor bolalarni rag'batlantirishga yordam beradi. Mubina Nosirova, Xunnor Murodov, Sahro Kozimjonova, Ovoz informatsion dasturi uchun Toshkent.